Jag'jag'ning mijozi 3-darajada sovuq, 1-da quruq. Jag'jagʼ qonni, hayzni to'xtatadi. Agar 25,5 gramm jag'jag'ni iste'mol qilinsa, ko'krakdan oqayotgan qonni to'xtatadi. Xalq tabobatida jag'jag'ning damlamasi ichki a'zolardan qon ketishini to'xtatishda, isitmada, ichi ketganda ichiladi. Yaralardan, shilingan joydan va burundan qon oqishini to'xtatish uchun yangi yig'ilgan barglarni ezib, qon oqqan joyga qo'yiladi. Zamonaviy ilmiy tibbiyotda jag'jagʼ asosan qon oqishlarini davolashda ishlatiladi. Quritilgan jag'jagʼ o'simligi va o'simlikning suvdagi tindirmasi qon bosimini, isitmani tushiradi. Bachadon mushaklari tonusini oshiradi. Jag'jagʼ tarkibidagi vitamin K qon ivishini tezlashtiradi. Gullagan jag'jagʼ navdalarining damlamasi va suyuq ekstrakti akusherlik va ginekologiyada, tug'ruqdan keyingi qon oqishlarda, kuchli va uzoq cho'ziluvchi hayzda bachadondan qon ketishini kamaytirishda qo'llaniladi. Rus xalq tabobatida jag'jagʼ o'simligining qaynatmasi bachadon saratonini davolashda qo'llaniladi. Fitoterapevtlar jag'jagʼ o'simligini bachadon miomasini, ayollar a'zosidagi yomon sifatli o'smalarni davolovchi yig'malar tarkibiga qo'shishadi. Masalan, tugunsimon miomada quyidagi yig'ma qo'llaniladi. Tirnoq gulgullari 1 qism, jag'jagʼ 2 qism, yer bag'ri ya'ni temir tikan 1 qism, sabzi urug'i yarim qism. Yig'madan 1 oshiq qoshiq olinib, 1 stakan qaynoq suvga damlanadi va kun davomida ichiladi. Davolash muddati 25-30 kun. Bu yig'ma dismenoriyalar va bachadon o'smalarini davolashda yaxshi natijalar bergan. Qadimgi tabobatda aytilishicha, jag'jagʼ ichni qotiradi, ichki a'zolar haroratini pasaytiradi, qusishni, ich ketishni to'xtatadi. Tibet tabobatida jag'jagʼ qusishga qarshi eng yaxshi vosita deb hisoblanadi. Ilmiy tibbiyotda aniqlanishicha, jag'jagʼ gepatoprotektiv xususiyatga ega, ya'ni jigar to'qimasini tiklaydi. O'simlik ekstrakti yog'li gepatozning oldini oladi, ya'ni jigarni yog' bosishining oldini oladi. Jag'jag'ning o'smalarga qarshi xususiyatlari ham aniqlangan. Qadimgi tabobatda aytilishicha, jag'jagʼ ichga qabul qilinganda vaboni davolaydi. Xalq tabobatida jag'jagʼ o'simligining qaynatmasi dizenteriya, tifni davolashda qo'llaniladi. Ilmiy tibbiyotda jag'jag'ni yallig'lanishga qarshi xususiyatlari aniqlangan. Quritilgan jag'jagʼ o'simligi va o'simlikning suvli tindirmasi isitmani tushiradi. Jag'jagʼ o'simligi tarkibidagi sulforafan va o'simlik ildizi tarkibidagi peptidlar antibakterial xususiyatga ega. O'simlik streptokoklar, stafilokoklar, enterokoklar, aktinomitsitlar, ichak tayoqchalariga qarshi bakteriotid, ya'ni bakteriyalarni o'ldiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Xalq tabobatida jag'jag'ni podagra va revmatizmda samarali deb hisoblashadi. Jag'jagʼ Markaziy Osiyo sharoitida bahorning boshidan may-iyungacha gullab urug' bog'laydi, keyin so'nggi bahorgacha ko'zdan g'oyib bo'ladi.